Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Bugungi dasturimizda biz siz bilan qadimiy, lekin juda ham foydali dorivor o'simlik Tonkat Ali haqida gaplashamiz. Ushbu o'simlik nimasi bilan mashhur, uni qanday foydali jihatlari bor hamda uni qanday qilib qo'llash mumkin. Agar video qiziq bo'lsa, uni oxirigacha kuzating hamda like bosishni unutmang. Tonkat Ali Janubi Sharqiy Osiyoga xos o'simlik bo'lib, uni ba'zida Malay jenshini deb ham atashadi. Bu o'simlik qadimdan kuch va energiyani oshirish uchun ishlatib kelingan. Tonkat Ali an'anaviy ravishda choylar, dorivor o'simliklar hamda jismoniy quvvat hamda umumiy salomatlikni oshirishda nihoyatda qadrlangan o'simlik hisoblanadi. Keling, sekin-astalik bilan uning foydali jihatlarini sanab chiqamiz. Birinchi foydali tomoni testosteron darajasini oshiradi. Tonkat Ali erkaklardagi jinsiy gormon hisoblangan testosteron darajasini oshiruvchi tabiiy vosita sifatida mashhur hisoblanadi. Bu o'simlik erkaklarda farzand ko'rish qobiliyatini kuchaytiradi hamda jinsiy hayotni yaxshi tomonga o'zgartiradi va bundan tashqari jismoniy kuchlanishni ham oshirib beradi. Ikkinchi foydali tomoni stress va bezovtalikni kamaytiradi. Tonkat Ali kortizol, ya'ni stress gormoni darajasini kamaytirib, sizni tinchlanishga va bezovtalikni yengib, diqqatni jamlashingizga yordam beradi. Uchinchi foydali tomoni bu sportchilar uchun bag'ishlanadi. Sababi ushbu o'simlik mushaklarning kuchini va chidamliligini oshirishga yordam beradi. To'rtinchi foydali tomoni esa ushbu o'simlik organizmni stressga moslashishiga hamda butun kun davomida energiyani saqlashga yordam beradi. Tonkat Alini har xil ko'rinishlarda topishingiz mumkin bo'ladi. Masalan, mana bunday kapsula ko'rinishida yoki bo'lmasam kukun, choy shakllarida ham topishingiz mumkin bo'ladi. Kundalik dozasi esa 200 mg dan 400 mg gacha qabul qilinadi. Lekin shu narsani unutmaslik lozimki, ehtiyot bo'lish shart. Biologik faol qo'shimchani me'yordan ortiq iste'mol qilish sizda uyqusizlikni yoki bo'lmasam oshqozoningiz bilan bog'liq muammolarni keltirib chiqarishi mumkin. Shunday ekan, uni iste'mol qilishdan avval albatta shifokor bilan maslahatlashish tavsiya etiladi. Shunday qilib, Tonkat Ali energiyani oshirishda, jismoniy natijalarni yaxshilashda hamda stressni boshqarmoqchi bo'lgan kattalar uchun ideal vosita hisoblanadi. Ayniqsa uni sportchilarga, ishbilarmonlarga hamda farzand ko'rish potensiali kamroq bo'lgan erkaklar uchun testosteron darajasini tabiiy yo'l bilan oshiruvchi vosita sifatida tavsiya etamiz. Ammo homilador va emizikli ayollarga shifokor bilan maslahatlashib qabul qilishlarini tavsiya etamiz. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, Tonkat Ali bu qadimiy, lekin zamonaviy hayotimiz uchun juda ham foydali bo'lgan o'simlik hisoblanadi. Undan foydalanishga tayyormisiz? Fikrlaringizni albatta izohlarda yozib qoldiring hamda kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Nima ham derdik? Doimgidek o'zingizni ehtiyot qiling hamda salomat bo'ling.